Xitoyda qilichbozlik bo'yicha yoshlar va o'smirlar o'rtasida jahon chempionati bo'lib o'tadi. Mazkur nufuzli musobaqada O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham ishtirok etishadi. Bugun jamoamiz a'zolari mezbon davlatga jo'nab ketishdi. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida qatnashish uchun yo'lga chiqdi. Ushbu nufuzli musobaqaga qilichbozlarimiz yil boshidan beri jiddiy tayyorgarlik ko'rishdi. Poytaxtimizda tashkil etilgan o'quv mashg'ulot yig'inlari, qolaversa mamlakat chempionati va bir qator xalqaro startlar sportchilarimizning bo'lajak chempionatga puxta tayyorgarlik ko'rishlari uchun zamin yaratdi. Xabaringiz bor, sabli bo'yicha jamoamiz a'zolari Osiyo chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etib, yakkalik va jamoaviy musobaqalarda yuqori probali medallarni qo'lga kiritishgan edi. Endi ular Xitoy davlati mezbonlik qiladigan dunyo birinchiligida yurtimiz sharafini munosib himoya qilishga kirishadilar. Jahon chempionatida Kanada, Xitoy, Ozarbayjon, Kolumbiya, Misr, Ispaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, bundan tashqari Gruziya, Germaniya, Italiya, Koreya, Yaponiya kabi mamlakatlardan 300 dan ziyod o'g'il-qizlar imkoniyatlarini namoyish etishadi. Завоевание золотых медалей на азиатских чемпионатах. Osiyo chempionatlarida sportchilarimiz ko'p bora oltin medallarga ega bo'lishgan. Bugungi kunda asosiy maqsad Los Angeles Olimpiadasiga qadar kerakli bo'lgan jismoniy holatga, qolaversa tajriba va mahoratga erishish. Buning uchun albatta yo'llanmalarga ega bo'lish kerak. Jahon chempionati, jahon kubogi bosqichlari reyting ochkolarini yig'ish imkoniyati mavjud bo'lgan asosiy startlar hisoblanadi. Xitoydagi dunyo birinchiligida sportchilar bunga albatta erishadilar degan umiddamiz. Jahon chempionati bahslarini sabla bo'yicha kadetlar o'rtasidagi shaxsiy birinchilik uchrashuvlari boshlab beradi.